ketibdi. Hacker avariya bo'libdi. Hacker o'lib qopti. Hackerni KAMAZ bosib ketibdi. Hacker endi YouTube'da yo'q. Hackerni endi ko'rmaymiz. Hackerni banditlar olib ketibdi. Hacker yo'qolib qoldi. Hacker nogiron bo'lib qoldi. Hackerning qo'li uzilib ketibdi. Hackerga YouTube bam beribdi. Hackerning uyi portlab, hacker mashinadan otilib ketdi. Shifoxonaga yotib hacker qiz bola ekan. Hackerning kompyuter bosib qoldi. Hacker suvga cho'kib o'ldi. Aslida kam o'g'ayga endi ummat zombilar yashaydigan viloyatga zombi apokalips boshladi. Hackerni yo'qib bizlar. O'chirib tashladi. Hacker portlab ketdi. Uyda haydadi. Hacker aslida bo'ldi. Hacker YouTube'ga qaytdi. Bola, bu gap to'g'riga o'xshaydi. Bola, bu yerda nima bo'lyapti? Eshitmadingmi? Hacker bo'lib qopti. Garamsizlar, men oldinglardaman-ku. Men hackerning ovozlarini samolardan eshityapman. Uning ruhi biz bilan. Boringlar, garam qopsizlar, ketdimmi? Mana shunaqa bema'ni gaplarga ko'pchilik ishonib yuribdi.